Hammaga assalomu alaykum. Bizda yana распаковочка. Bu распаковка juda интересно, внимательно tomosha qilinglar. Raspakofkasini qaranglar, chiroyliligini. Прям все детально yopishtirilgan. Menga juda ham yoqibdi. Buni qaranglar. Buni ichini давайте sizlarga ko'rsataman. Bu albom menimcha farzandingiz uchun eng katta sovg'a bo'lsa kerak. Bunda ota-onasini qandoq tanishganligi, ularning rasmlari, qiziqarli voqealarini, farzand dunyoga kelishidan oldin, homiladorlik payti va dunyoga kelgandan keyin bo'lib o'tgan har xil qiziqarli taassurotlarni yozib qoldirsa bo'ladi. Ha, aytgancha hozirda farzandimizni har oy chiroyli rasmlarga olamiz. Telefondagi rasmlar to'satdan o'chib ketishi ham mumkin. Shuning uchun rasmlarni chiqazib, shunaqa chiroyli albomga yopishtirib qo'ysak bo'ladi. Men bu albomni rasmlarga to'ldirib berishiman va maslahatim shunaqa neobычный albomcha qilib qo'yinglar. Bu albomni qayerdan olganimni aytaman. Profillariga kirib ko'rsanglar, bundan-da boshqacha har xil albomlar bor. Aytgancha bularda dastavka ham bor. Pochtadan siz xohlagan manzilga chiqazib beradilar. Endi hisobini bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin.